2 yildan beri tradingdaman, lekin hali ham foydadan emasman. Bilasizlar, men Rossiyadan deport bo'lib O'zbekistonga kelganimga 5 oy bo'ldi va asosiy maqsadlarimdan biri bu tradingdagi bilimlarimni oshirish va yana ham kuchliroq trader bo'lish edi. Lekin afsuski, birorta trader meni qoniqtirmadi va birortasi men xohlagan narsani bermadi. Sababi ko'pchilikning maqsadi sizni aldab kurs sotib, pulingizni olish yoki broker orqali referalkadan o'tkazib sliv qildirish yoki platniy kanal sotish. Bu narsani tushunganimdan keyin juda achindim, ham o'zimga, ham sodda xalqimizga. Bitta narsani biling, $100 dan gellikgacha degan traderlarni aniq bilingki, ular mashinnik, lo'ttivozlar. Ularning maqsadi brokerga referalkadan o'tkazib pulingizni sliv qildirish. Broker vaqtinchalikka xohlagan mashinani olib beradi. BMW, Geely, kerak bo'lsa ofislarni ham ochib beradi. Mediasi katta traderlar ham birortasi meni ishonchimni oqlay olmadi. Bittasini ko'rsangiz faqat razgon qiladi, katta summalarni ko'rsatib psixologiyangizni buzadi. Ikkinchisi esa kursini faqat reklama qiladi, faqat brokerni reklama qiladi. Xullas juda shubhali. Zo'rman deb yurgan traderdan olgan bilimlarim ham afsuski bozorda birortasi ishlamadi. Nafaqat menda, kursdoshlarimning hammasida. Shu videoni ko'pchilik ko'rsa juda ham manfaatli bo'ladi, sababi xalqning ko'zi ochiladi. Like bosing, videoni bo'lishing do'stingiz bilan yoki istoriyangizga qo'ying. Kim sizni aldagan, razgonga pul olmoqchi bo'lgan yoki kurs sotib foydaga olib chiqmagan bo'lsa, kommentga hamma fikringizni yozib keting. Albatta hammasini o'qib chiqaman.